Millionlab pul sarflab, har kuni turli xil ozdiruvchi kapsulalarni ichyapsiz. Lekin ertalab taroziga chiqqaningizda esa vazningiz o'sha. Nima uchun? Balki muammo sizning irodangizda emas, sizga sotilayotgan kapsulaning ichidadir. Ko'pchilikka mashhur bo'lgan o'sha ozdiradi deb ichilayotgan yashil choy ekstrakti, L-karnitin, Garcinia bo'yicha bir ajoyib topilma bor. Unda jami 4 mingdan ortiq ishtirokchi qatnashgan va 54 ta tadqiqotni yig'ib, olimlar bir xulosani aytishdi. Men sizga mana shu video davomida o'sha xulosani aytib bermoqchiman va sizni bu xulosa hayratda qoldirishi aniq. Birinchi navbatda bu kapsullar nima va kimlar ichayotganiga qisqacha to'xtalib o'tsam. Bu kapsullarni xalqimiz orasida BAT deb aytishadi. BAT degani bu o'zi ruscha so'zlarning qisqartmasi. Biologически активные добавки deyiladi. O'zbekchasiga buni BFQ yoki biologik faol qo'shimchalar deyiladi. Ehtimol hozir siz yoki yaqinlaringiz BAT ichayotgandir. Balki buni sizga shifokoringiz tavsiya qilgandir. Balki reklamalardagi odzivlarga ishonib bu kapsulani sotib olayotgandirsiz. Xullas mayli. Nima bo'lganda ham sizni yoki kimnidir BAT ichayotganlikda ayblamoqchi emasman. Aksincha men sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bu ichayotgan BATingiz sizga foyda berdimi? Yoki bu BATni ichib siz qay darajada ozdingiz? Ikki tadqiqotchi Pitler va Ernst bozorda eng ko'p sotiladigan vazn yo'qotish kapsulalari haqiqatan ham odamni ozdiradimi degan savolga javob izlashdi. Ular oddiy internet maqolalarini emas, balki dunyodagi eng ishonchli ilmiy bazalarni, Medline, Embase, Cochrane kutubxonalarini va boshqa manbalarni ko'rib chiqishdi va shu mavzudagi eng sifatli klinik tadqiqotlarni yig'ishdi. Tushunishingiz uchun aytaman, nega tadqiqotchilar aynan mana shu manbalarga yuzlanishdi. Chunki bu manbalar dunyodagi eng ishonchli tadqiqotlarni o'zida jamlagan va barcha shifokorlar foydalanadigan manba. 5 ta meta tahlil va 25 ta qo'shimcha klinik tadqiqotni topib, ularni tahlil qilishdi. Bu tadqiqotlarda jami 12 turdagi biologik faol qo'shimchalar xitozan, xrompikalinat, efedra, garcinia, psyllium, ayurveda preparatlari va boshqalar tekshirilgan edi. Bu qo'shimchalarning ba'zilari platsebodan, ya'ni oddiy shakar tabletkasidan biroz ustun chiqqan. Masalan, xrompikalinat qabul qilgan odamlarda 14 haftada o'rtacha atigi 1,1 kilogramm ko'proq vazn yo'qotish kuzatilgan. Bir qaraganda bu natijadek ko'rinishi mumkin, lekin tibbiyotda faqatgina statistik raqamlar emas, balki insonning hayotida qanchalik foyda berdi, mana shunisi eng muhimi. Shuning uchun ham olimlar bu natijani klinik ahamiyatsiz deb baholashgan. Chunki inson ovqatlanishini yoki hayot tarzini biroz o'zgartirishi bilan ham bundan yaxshiroq natijaga erishishi mumkin. Yuqorida aytilgan qo'shimchalardan yana biri efedra desa, natijalar yaxshiroq bo'lgan. Bunda odamlar o'rtacha 0,9 kilogramm ko'proq vazn yo'qotgan. Lekin bu natijaning narxi juda qimmat bo'lgan. Tadqiqotlarda efedra qabul qilgan odamlarda yurak urishining tezlashishi, qon bosimining oshishi, bezovtalik, psixik muammolar va oshqozon ichak bilan bog'liq nojo'ya ta'sirlar bir necha barobar ko'proq uchragan. Ya'ni vazn biroz kamaygan, lekin organizmga tushadigan xavf ham keskin oshgan. Shu sababli keyinchalik FDA tashkiloti efedra saqlovchi mahsulotlarni bozordan olib tashlab, ularni butunlay taqiqlagan. FDA bu AQShdagi oziq-ovqat va dori vositalarini nazorat qiladigan boshqarma. Ular oziq-ovqatlarni va dori vositalarini sifat nazoratdan o'tkazadi, ularni samaradorligini aniqlaydi va agar xavf bo'ladigan bo'lsa, odamlarga ogohlantiradi yoki o'sha mahsulotlarni bozorga chiqishini taqiqlaydigan boshqarma desak ham bo'ladi. Mualliflarning yakuniy xulosasi 2004-yilda mashhur tibbiyot jurnali American Journal of Clinical Nutrition'da e'lon qilingan. Unda tekshirilgan BATlarning hech biri ozish uchun sotib olish darajasida ishonchli emas. Ayniqsa ularning birortasini retseptsiz foydalanish tavsiya qilinmaydi deb xulosa qilingan edi. Bu 2004-yilgi eski tadqiqot-ku deyishingiz mumkin. Unda mana bu 2020-yildagi Diabetes, Obesity and Metabolism jurnalida e'lon qilingan katta sistematik sharh va meta tahlilni ko'ramiz.
Bu safar tadqiqotchilar 54 ta klinik tadqiqotni birlashtirib tahlil qilishgan va unda umumiy hisobda 4 million ortiq ishtirokchi qatnashgan. Tekshirilgan moddalar esa vazn kamaytirish uchun sotiladigan o'simlik qo'shimchalari, yashil choy ekstrakti, garsinia, oq loviya ekstrakti, efedra va yana o'nlab boshqa vositalar bo'lgan. Faqat olimlar o'rtaga bitta mezon qo'yib olishdi, agar o'sha qo'shimchalar kamida 2,5 kilogramdan ko'p ozdirmasa, demak u klinik jihatdan ahamiyatsiz deb olinadi. Agar undan kam bo'lsa, statistik jihatdan farq bersa-da, lekin olimlarni aytishi bo'yicha bu klinik ahamiyatga ega emasligi insonning hayotiga ta'siri juda ham kam degan. Sizda biroz o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin real natija berdi deb u baholanmaydi. Endi natijalarga kelsak, yashil choy ekstrakti ozdiruvchi qo'shimchalar ichida eng ko'p sotiladiganlardan biri edi, lekin platseboga nisbatan natija deyarli hech qanday farq yo'q. Garsinia esa reklamalarda yog' eritadi deb eng ko'p sotiladigan o'simliklardan biri, lekin yana hech qanday farq yo'q. Oq loviya ekstraktida statistik farq topilgan bo'lsa-da, lekin bu farq 2,5 kilogramdan past bo'lgan. Ya'ni, buni biroz oldin aytdim, qog'ozda farq bordek ko'rinadi, lekin real hayotda bu natijani ozish deb baholab bo'lmaydi. Yashil choy, loviya va efedra kombinatsiyasida ham statistik farq chiqqan, lekin yana o'sha muammo. Natija klinik ahamiyatga ega emas. Mualliflarning yakuniy xulosasiga kelsak, mazkur sharhga kiritilgan o'simlik vositalarining birortasini ham vazn yo'qotish uchun tavsiya qilishga hozircha yetarli dalil yo'q. Endi alohida moddalarga qarasak, glyukomannan haqida eshitgandirsiz. U bozorda tez to'ydiradi, ishtahani bo'g'adi degan va'dalar bilan eng ko'p sotiladigan qo'shimchalardan biri. Lekin 8 ta klinik tadqiqot birlashtirilgan meta tahlilda glyukomannan ichgan odamlar platsebo guruhiga qaraganda o'rtacha atigi 220 gram ko'proq ozgan. Eng muhimi, bu natija hatto statistik jihatdan ham ishonchli chiqmagan. Ya'ni glyukomannan haqiqatan ishlaydimi yoki bu oddiy tasodifmi? Tadqiqotning o'zi ham aniq tasdiqlay olmagan. Ya'ni glyukomannan moddasi agar qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, hech qanday foyda bermagan. Keyingi o'sha mashhur L-karnitin. Bu bo'yicha 911 nafar ishtirokchi qatnashgan. Jami 9 ta klinik tadqiqotning xulosasi Obesity Reviews jurnalida e'lon qilingan. Tadqiqot natijasida L-karnitin qabul qilganlar boshqalarga qaraganda o'rtacha 1,3 kilogram ko'proq ozgan. Statistik jihatdan farq bor, lekin bu real hayotda juda ham kichik natija hisoblanadi. Eng qizig'i shundaki, meta-regressiya natijalariga ko'ra L-karnitinning ta'siri bora-bora kamayib boradi va oxiri foyda bermay qo'yadi. Chunki organizm bu moddaga moslashib boradi. Keyingi modda bu Garcinia Cambogia. Reklamalarda eng ko'p tilga olinadigan o'sha mashhur ozdiruvchi qo'shimchalardan biri. Journal of Obesity jurnaldagi 9 ta klinik tadqiqot tahliliga ko'ra, bu qo'shimchani ichganlar o'rtacha 0,9 kilogram ko'proq ozgan. Lekin tadqiqotchilar yanada sifatliroq tadqiqotlarni tahlil qilganda bu kichik farq ham yo'qolgan. Ya'ni reklamalardagi katta va'dalar ilmiy tadqiqotlarda isbotlanmagan. Yashil choy ekstraktini eshitgan bo'lsangiz kerak, uni metabolizmni tezlashtiradi, yog'laringizni parchalab tashlaydi deb juda katta va'dalar bilan reklama qilinadi. Lekin Harsel va hamkasblarining International Journal of Obesity jurnalidagi meta tahlilida 11 ta klinik sinov ko'rib chiqilganda, yashil choy ekstrakti ichganlar boshqalarga qaraganda o'rtacha 1,3 kilogram ko'proq ozgan. Bu esa reklamalarda aytiladigan darajada dramatik ozish emas. Mana bu siz eng yaxshi deb bilgan qo'shimchalarning natijalari. Takrorlayman, bu eng yaxshilariniki. Kimdir aytishi mumkin, men mana shu kapsulani ichganman, ozganman, natija bo'ldi-ku deb. Lekin men shaxsiy tajribalardan ko'ra klinik tadqiqotlarga ko'proq ishonaman. Chunki odam ozish uchun bat ichishni boshlagan kundan odatda boshqa narsalarni ham o'zgartiradi. Ovqatini kamaytiradi, ko'proq yuradi, non va shirinliklarni o'zidan cheklaydi, xullas o'zini nazorat qila boshlaydi. Keyin esa butun natijani kapsulaga bog'lab qo'yadi. Va odamlar mana kapsula ta'sir qilyapti deb o'ylaydi. Aslida esa natija ko'pincha kapsuladan emas, o'sha odamning hayot tarzini o'zgartirgandan kelib chiqadigan bo'ladi. Tadqiqotlar aynan shuning uchun kerak.
Natija kapsuladan bo'ldimi yoki odamning xatti-harakatidan? Mana shuni ajratib beradi. Klinik tibbiyotda haqiqiy natija degan mezon bor. Bu degani odam boshlang'ich vaznini kamida 5% ni yo'qotish kerak. Misol uchun 90 kilogramlik odam kamida 4,5 kilogram ozish kerak degani. Biz videoni boshida badlar ozdiradimi degan savolni o'rtaga qo'ygandik. Endi badlar berayotgan natijaga qarang. Atigi 1 kilogram. E'tibor berishingiz kerakki, va'da qilinayotgan raqamlardan tadqiqotning natijalarini orasida juda ham katta farq bor. Bu videoda aytilgan tadqiqotlarni jamlaydigan bo'lsak, quyidagi xulosalarni olishimiz mumkin. Birinchisi, eng yaxshi badlar ham demak ozishga yordam bermaydi. Ikkinchidan, siz men bad ichib ozyapman deb o'ylashingiz aslida boshqa narsaning ta'sirida, ya'ni hayot tarzingizni o'zgartirganingiz, ovqat tartibingizni o'zgartirganingiz yoki harakatingizni ko'paytirganingiz oqibatida bo'layotgan bo'lishi mumkin. Uchinchi xulosa esa reklamalarda aytilayotgan juda katta va'dalar aslida qaysidir ma'noda noto'g'ri ekanligi va bu tadqiqotlarda o'z raqamlari bilan aksini topganligini ko'rishimiz mumkin. Bu videoda badlar ozdiradimi degan savolga qaysidir ma'noda javob topdik. Lekin haqiqatda ozdiradigan badlar bor. Lekin u kapsulaning ichida ozdiradigan qanaqa moddasi bor? Bu menimcha juda ham qiziq. Bu haqida keyingi videoda tushuntiraman. Agar sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling. Shunda navbatdagi videoni o'tkazib yubormaysiz. Yeb iching, me'yorni unutmang.